Kishi olib keldimi? Ha, keldim. Yur ko'ramiz. Oyi, hammayog'im qichishib ketyapti. Bolam, senga nima bo'ldi? Nima mango yedingmi? Yo'q, mango yemadim. Faqat mana bu opa bergan qulupnayli tortni yegandim. Nafisa? Ish joyida shovqin solish mumkin emasligini bilmaysanmi? Shunchalar baqir-chaqir bo'ladimi? Endi ishlamaylikmi? Bu yer ish joyi, bolani o'ynatadigan joy emas. Uzr so'rayman. Tashqariga chiqib gaplashaylik. Yur. Shoshma. Uzr so'rashdan nima foyda? Chindan onasi tuqqan, otasi tarbiya bermagan harom ekan. O'g'lim harom emas. Ishga kirish hujjatlaringni ko'rganman. Turmushga chiqmagansan. Demak, buning otasi yo'q. Flora xonim, gapingizga e'tiborli bo'ling. Men bor gapni aytyapman. Hammaga sen shunday deyotgan bo'lsak, unda aytchi, otasi kim? Nafisa, bolangiz juda shirin ekan. Menda mango bor edi, yeydimi? Yo'q, kerak emas. Bolamning mangoga allergiyasi bor. Hechqisi yo'q. Menda qulupnayli tort ham bor. Xonadagi muzlatgichda turibdi, keyinroq olib kelib beraman. Katta rahmat. Oyi, hammayog'im qichishib ketyapti. Bolam, senga nima bo'ldi? Nima mango yedingmi? Yo'q, mango yemadim. Faqat mana bu opa bergan qulupnayli tortni yegandim. Nafisa? Ish joyida shovqin solish mumkin emasligini bilmaysanmi? Shunchalar baqir-chaqir bo'ladimi? Endi ishlamaylikmi? Bu yer ish joyi, bolani o'ynatadigan joy emas. Uzr so'rayman. Tashqariga chiqib gaplashaylik. Yur. Shoshma. Uzr so'rashdan nima foyda? Chindan ham onasi tuqqan, otasi tarbiya bermagan harom ekan. O'g'lim harom emas. Ishga kirish hujjatlaringni ko'rganman. Turmushga chiqmagansan. Demak, buning otasi yo'q. Flora xonim, gapingizga e'tiborli bo'ling. Men bor gapni aytyapman. Hammaga sen shunday deyotgan bo'lsak, unda aytchi, otasi kim?